Qon bosimini tushirishda, qon bosimini ko'tarilishi stenokardiyalar bilan qo'shilib kelganda, tomirlar aterosklerozi bilan qo'shilib kelganda, chap qorincha devorining qalinlashishi, gipertrofiyasi bilan birga kelganda, buyraklar shikastlanishi bilan birga yoki yoshi katta sigaret chekuvchi bemorlarda qon bosimi ko'tarilishi kuzatilganda, dorini o'zini alohida yoki boshqa dorilar bilan birga kombinatsiyada ishlatiladigan eng ko'p dorilardan biri bu amlodipin. Bugungi mavzumiz orqali amlodipin dorisini to'liq tavsifi haqida gaplashamiz. Uni qachon qo'llaymiz, ijobiy va ustun taraflari, salbiy tomonlari haqida to'liq oddiy qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Videoni oxirida, videoni ko'rib bo'lgandan so'ng siz ham izohlarda amlodipin bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy kuzatuvlaringiz yoki oldin amlodipin qabul qilganmisiz yoki qabul qilasizmi, amlodipindan qanday samarali natijalar kuzatilgan, qanday nojo'ya effektlar kuzatilgan, izohlarda yozib qoldiring, albatta qiziq bo'ladi. Demak, boshladik. Amlodipin bu guruhi bo'yicha kalsiy kanali blokatori hisoblanadi. Ushbu guruhga amlodipindan tashqari lerkanidipin, felodipin, nifedipin kabi dorilar ham kiradi. Nifedipinda biz o'sha nifikard dorisi yordamida yoki qon bosimi yuqori ko'tarilganda tez yordam sifatida ishlatiladigan farmadipin dorisi sifatida ko'p bilamiz. Amlodipin o'zi tarkibi faqat amlodipindan iborat bo'lgan normadipin, adipin, norvask dorilari chiqadi yoki boshqa dorilar bilan kombinatsiya holatida lartenza, amlesa, valadip, telsartana, telamsanto, prestans, koamlesa, kovaladip kabi dorilar shaklida ham amlodipin bo'ladi. Demak, bu amlodipinda yuqorida aytdik, kalsiy kanali blokatori hisoblanadi. Bu nima degani? Hujayra devorlarida turli nomdagi kanallar mavjud. Masalan, natriy kanallari, kalsiy kanallari, kaliy kanallari. Ushbu kanallar orqali shu nomdagi ionlar almashinuvi amalga oshadi. Amlodipinda ta'siri mana shu kalsiy kanalini bloklashdan iborat bo'ladi. Bloklangandan keyin hujayraning ichiga kalsiyning kirishi oqimi to'xtaydi. Hujayraning ichiga silliq muskul hujayralariga kalsiy yetarli miqdorda qabul qilinmagandan so'ng ushbu muskullarda demak qisqarishi kamayadi. Bu muskullar bo'shashadi, tomirlar kengayadi va natijada qon bosimi tushadi. Amlodipinda asosiy ta'sir mexanizmi shundan iborat. Endi amlodipinni qachon qo'llaymiz? Shu haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi bu qon bosimini ko'tarilishi. Qon bosimi ko'tarilganda qon bosimini tushiruvchi dorilar guruhiga kiradi. Ikkinchi holat qon bosimini ko'tarilishi stenokardiyalar bilan birga kelganda. Stenokardiya ma'lumki, yurakni koronar tomirlarining ichi aterosklerotik bilyashkalar hisobiga to'rayganda, u yerda qonning erkin oqimi to'sqinliklarga yuzaga keladi. Masalan, yurakda ishi oshganda, ish qilganimizda, harakat qilganimizda yoki qon bosimi ko'tarilganda yurakda kislorodga bo'lgan ehtiyoji oshadi. Mana shunga monand ravishda o'zini kislorod bilan to'liq o'sha aterosklerotik bilyashkalar to'raygan joylar hisobiga qon erkin oqimi to'liq ta'minlay olmaganligi sababli nisbiy o'sha kislorod yetishmovchiligi kelib chiqadi va bu stenokardiya xurujlarini paydo bo'lishiga olib keladi. Mana shu kalsiy kanallari blokatorlari amlodipinlarda ushbu stenokardiyaga boshqa antianginal, ya'ni yurakdagi og'riqlarni qoldiruvchi dorilar bilan birga qo'llaganda yurakda koronar tomirlarini kengaytirishi va stenokardiya xurujlarini oldini olishi tadqiqotlarda aniqlangan. Bundan tashqari o'sha nostabil stenokardiyani prinsmetal stenokardiya deb ataladigan turida, bunda tomirlarda ichida hech qanaqa aterosklerotik bilyashkalar bo'lmaydi, tomirda ichi toza bo'ladi. Bunda tomirda o'zi spazmga o'tib ketuvchi torayishlarga spazmga uchraydi. Va bu toraygan qon tomir orqali qonni oqimi qiyinlashadi va yurak o'zini to'laqonli qon bilan ta'minlay olmaydi. Mana bunda ham og'riqlar yuzaga keladi. Ushbu tipdagi nostabil stenokardiyada albatta kalsiy kanali blokatorlari, amlodipinlar tanlov preparati hisoblanadi. Uchinchi eng ko'p qo'llaydigan holatimiz bu uzoq muddatli yuqori qon bosimi natijasida chap qorincha gipertrofiyasi, devorlari qalinlashi. Mana shu holatdagi bemorlarda ham amlodipinni qo'llash yurak chap qorincha gipertrofiyasini kamaytirishi va uni oldini olishi mumkin. To'rtinchi eng ko'p uchraydigan holatlar bu o'sha buyraklarni himoyalash nuqtai nazaridan. Qon bosimini nazorat qilishda albatta buyraklarni ham himoya qilish muhim ahamiyatga ega, chunki qon bosimini ko'tarilishida zanjirida buyraklarda ahamiyati juda ham katta. Agar buyraklar shikastlanadigan bo'lsa,
yurak qon tomirlar kasalliklaridan asoratlar kuzatilishi, infarkt, insult, yurak yetishmovchilik kabi xavflar oshib boradi. Mana shu buyraklarni himoya qilish nuqtai nazaridan ham kalsiy kanal blokatorlari, xususan amlodipin, demak yuqori samaraga, effektivlikka ega. Buyraklarda erta shikastlanishi qandli diabeti bor bemorlarda erta boshlanadi. Mana shu demak qon bosimi, unga qo'shimcha ravishda qandli diabeti bor kasallarda aynan amlodipin berish demak samarali hisoblanadi. Bundan tashqari amlodipinni boshqa guruhga, sartan, prillar guruhiga mansub dorilar bilan birga kombinatsiyada holatda qo'llash demak buyraklarni ikki tomondan himoyalashga qaratilgan bo'ladi. Keyingi guruh bu tomirlarda o'sha elastikligining kamayishi, qattiqligini oshishi bilan boradigan holatlar. Masalan, arteriyani devorlarini qattiqlashi, bu ateroskleroz hisobiga yoki bo'lmasa yoshi katta bemorlarda tomirlar elastikligining kamayishi, tomirlarni qattiqlashiga olib keladi. Aynan mana shu toifadagi bemorlarga ham amlodipin dorisini o'sha antigipertenziv dorilar ro'yxatiga kiritish samarali hisoblanadi. Bu yerda amlodipin o'sha aterosklerotik bilyashkalarni stabillashtirishda ham, tomirlarni yumshatishda ham ahamiyatli hisoblanadi. Mana shunday yuqori xolesterinli bemorlar yoki tomirida aterosklerotik bilyashkalar mavjud bemorlarda amlodipin plus statin guruhiga mansub dorilarni qo'llash buni samaradorligini yana ham oshiradi. Keyingi bemorlarimiz chekuvchilar, chekuvchi qon bosimidan aziyat chekadigan chekuvchi bemorlarda ham mana shu amlodipin dorisi samarasi yuqori. Chunki chekuvchi bemorlarda ham qon tomirlarida elastikligini kamayishi, devorlarni qattiqlashi jarayoni ketadi. Mana shu toifadagi bemorlarga amlodipin dorisini berish qon bosimini samarali nazorat qilishga olib keladi. Bundan tashqari yana amlodipinda masalan sistolik va diastolik qon bosimlar o'rtasidagi farq katta bo'lganda, aytaylik masalan davleniya 150 ga 70 yoki bo'lmasa 160 ga 80, tepa va pastki qon bosimlari o'rtasidagi farq katta bo'lganda ham mana shu aynan amlodipin dorisini berish ushbu sistolik va diastolik qon bosimlari o'rtasidagi farqni kamaytirishi boshqa dorilarga nisbatan ustunlikka ega. Endi amlodipinning dozalari haqida gaplashamiz. Amlodipin bir sutkada 2,5, 5, 10 mg miqdorda qabul qilinadi. Maksimal sutkalik dozasi 10 mg hisoblanadi. Qabul qilgandan so'ng qonda 6 soatdan 12 soat davomida qonda maksimal konsentratsiyaga erishadi. Amlodipinni qabul qilish ovqatlanishga bog'liq emas. Och qoringa ham, to'q qoringa ham, ovqatlanish vaqtida ham qabul qilish mumkin. Yana bir savol, amlodipinni kunning qaysi vaqtida qabul qilish foydali hisoblanadi? Kunduz kuni yoki kechqurun? Mana shu mazmundagi savollar ham bemorlarimiz tomonidan ko'p beriladi. Antigipertenziv dorilarni arterial gipertenziyada qo'llanishi haqida rasmiy klinik tavsiyalarga, masalan Yevropa, Rossiya, Amerika klinik tavsiyalariga qaraydigan bo'lsak yoki bo'lmasa amlodipinni original variantini ishlab chiqaradigan Norvask dorisini instruksiyasiga qaraydigan bo'lsak, bu dorini kunduz kuni yoki kechga qabul qilish samarali ekanligi haqida hech qanday ma'lumotga duch kelmaymiz. Antigipertenziv dorilarni kunning qaysi vaqtida qabul qilish orqali yuqori samaraga erishish mumkinligi to'g'risida Time katta klinik tekshiruv olib borgan va bunda ham xususan o'sha amlodipin dorisini kunduzi yoki kechqurun qabul qilish haqida yakuniy xulosa berilmagan. Umumiy mazmundagi ushbu dorilarni kunning istalgan vaqtida imkon qadar bir vaqtda qabul qilish bemor uchun qulay vaqtda qabul qilish kerak degan mazmundagi yakuniy xulosalar mavjud. Masalan, ba'zi toifadagi gipertenziyalar, masalan tungi gipertenziyalar deymiz. Bunda qon bosimini ko'tarilishi tungi soatlarda, tungi vaqtlarda juda ham yuqoriga ko'tarilib ketadi. Mana shu turdagi gipertenziyalarni nazorat qilish nuqtai nazaridan amlodipinni vaqtga bog'liq holda o'zgartirishimiz mumkin. Aytaylik, agar qon bosimi soat tungi 12 dan keyin ko'tarilishi kuzatiladigan bo'lsa, amlodipinni ichgandan keyin 6-12 soat davomida u maksimal qondagi konsentratsiyasiga erishadi va o'zining maksimal kuchini namoyon qilib boshlaydi. Mana shu farq nuqtai nazaridan aytaylik, taxminan kunning ikkinchi yarmida, uchlarda qabul qilinadigan bo'lsa, demak tungi 12 gacha
o'rtada 9 soat. Ya'ni 6 soat, 12 soat o'rtasi 9 soat deb qabul qiladigan bo'lsak, amlodipinni kunning ikkinchi yarmida qabul qilish tungi arterial gipertenziyani samarali nazorat qilishga erishish mumkin bo'ladi. Endi amlodipin bilan bog'liq bo'lgan nojo'ya ta'sirlar haqida gaplashamiz. Har qanday dorini ushbu dori tarkibiga nisbatan allergik reaksiya kuzatilishi mumkin. Amlodipin ham mana shundan xoli emas. Amlodipinda ham allergik reaksiya kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari yana bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, qorin sohasidagi og'riqlar, yuz qizarishi kabi nojo'ya ta'sirlar ham kuzatilishi mumkin. Amlodipin bilan bog'liq eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlardan biri bu oyoqdagi shishlar. Shishlarda paydo bo'lishi, demak, bu amlodipin dorisini tomirlarni kengaytirishi bilan bog'liq. Tomirlar kengayganda tomirlar devorini o'tkazuvchanligi oshadi va qonning suyuq qismi to'qimaga chiqib, oyoqlarda shishlar chaqiradi. Bu nojo'ya effekt maksimal 10-15% atrofida uchrashi mumkin. Biz yuqorida amlodipinni qaysi kasalliklarda qo'llaganimizda ijobiy samaralarga erishishimiz mumkinligi haqida aytib o'tdik. Mana shu toifadagi bemorlar bo'lganda, amlodipin ichganda shish kuzatilganda, qanday holatlarda nimalarga e'tibor berish mumkin va bu shishlarni qanday bartaraf qilish mumkin va bu amlodipinni mana shu dori kombinatsiya dorilar tarkibida saqlab qolish mumkin. Mana shular haqida aytib o'tamiz. Demak, birinchisi dozaga bog'liq shish. Agar amlodipinni dozasi qanchalik oshib boradigan bo'lsa, amlodipin bilan bog'liq bo'lgan shishni uchrash ehtimolligi ham oshadi. Masalan, 5 mg amlodipin qabul qilayotgan bemordan ko'ra 10 mg qabul qilayotgan bemorda shish rivojlanish ehtimolligi yuqori. Biz yuqorida aytib o'tgan o'sha stenokardiya xurujlarini oldini olishda uni qon bosimini tushiruvchi effektidan ko'ra o'sha antianginal, ya'ni yurakdagi og'riqlarda xurujini oldini olish maqsadida amlodipin dozasini kamaytirishimiz mumkin. Ikkinchi holat amlodipinni original dorisiga almashtirish. Amlodipinning original dorisi bu Narvask hisoblanadi. Narvaskda ham oyoqda kuzatiladigan shishlar uchrash chastotasi kamroq bo'ladi. Agar bunda ham shishlar kuzatilayotgan bo'lsa, amlodipinni o'rniga uni boshqa o'rindoshlari, lerkanidipin, felodipin kabi dorilarga almashtirish mumkin. Bularda ham shishlar kuzatilayotgan bo'lsa, amlodipinni perindapril bilan birga kombinatsiyasida oyoqdagi shishlarda kamayishi 58% gacha kamayish haqida klinik tadqiqotda aniqlangan. Bunda amlodipinni o'zini alohida qo'llaganda va amlodipin bilan perindaprilni birgalikda qo'llagan bemorlar taqqoslangan. Bunda amlodipinni perindapril bilan birga qo'llaganda, demak, oyoqdagi shishlarda uchrash chastotasi 58% gacha kamayar ekan. Agar mana shu holatlarning barchasini ham qilganingizda, demak, oyoqdagi shishlar sizga xalaqit bersa, ishda hajmi katta bo'lsa, oyoq kiyimni yechishda, kiyishda qiyinchiliklar yoki sizda hayot sifatingizga og'irlashtiradigan bo'lsa, kalsiy antagonisti amlodipin dorisidan voz kechishingizga to'g'ri keladi va boshqa guruhga mansub dorilarda ishlatishga to'g'ri keladi. Bugungi mavzumiz mana shu amlodipin haqida edi. Videoni to'liq ko'rgan bo'lsangiz, endi amlodipin bilan bog'liq qanday sizda qiziqarli holatlar, samarali effektlar, nojo'ya ta'sirlar kuzatilgan izohlarda yozib qoldiring. Bu albatta biz uchun, bemorlar uchun albatta qiziq bo'ladi.